Assalomu alaykum. Humoyin Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa yana bugun biz navbatdagi bir fayzli xonadonga chiroyli qilib zakaz bo'yicha 3 qavatlik variantda yasalgan shumkali navesimizdan ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. O'rnatgan navesimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu navesimizni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga zakaz bo'yicha olib kelib ustanovkasini qilib tugatdik. Xudo xohlasa bu navesimiz bo'yicha hozir to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xonadoniga shunaqangi shumkali naves, leksalli naves, uzum so'kchak qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Aziz yurtdoshlar, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Juda ham ideal holatda bo'lib, joyiga o'rnadi navesimiz. Bu navesimizni aziz yurtdoshlar razmeri uzunasiga 18x60 razmerda bo'ldi. Eniga 5,5 metr razmerda bo'ldi. Navesimiz 100% profil temir mahsulotidan tayyorlaganmiz. Profillari, polniy stoykalari, xorilari, tepadagi firmalari hamma joyi 1.7 lik stenali profildan foydalanganmiz. Tepasiga har 50 cm ga terilgan shada qismiga 1.3 lik stenali, albatta samares qatirganda osonroq kirishini hisobiga 1.3 lik stenali 3x2 profillardan qatirib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Endi bu stoykalarimiz 8 ga 8 lik 1.7 lik variantda burchak gullari, xorilari 2 lik listda lazerda gul o'ydirib, chiroyli qilib bitirib o'rnatdik aziz yurtdoshlar. Tepadagi asosiy mana yuk ko'taradigan firmalari, tepasi 4 ga 4 lik profilda, pasti 4 ga 2 lik profilda qilib, oralariga es gullarini qo'yib, ularni birlashgan joyiga ramashka gullarini qo'yib, tillarang svetga bo'yab ko'rishlaring mumkin aziz yurtdoshlar. Tepasiga birinchi sloyiga tashlangan div panerimizni ham e'tibor bilan videoni mana yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Chokini chokiga to'g'rilab, umuman pastdan qaraganda mana shu yerga bir 20-30 ta paner terilgan bo'lsa, umuman chaki ko'rinmaydigan holatda qilib, tekisda qilib, juda ham ideal holatda qilib ustanovkasini qildik. Orasiga 5 lik falgani qo'yib, tepasiga 0.4 lik tunikadan qatirib, chiroyli qilib bitirib tugatdik. Endi bu navesimizni hurmatli yurtdoshlar 1 kvadrat metrini 370 ming so'mdan o'sha qalin temir mahsulotlardan, sifatli temir mahsulotlardan tayyorlaganimiz hisobiga 370 mingdan o'sha summasi 37 million so'mga olib o'rnashtirib berdik. Endi arzonroq variantlarni so'raganlarga mana shu fasonda, gullari kamaygan holatda, mana shu firmalari sal azaygan holatda 300 ming so'mdan yasash ham mumkin. 300 ming, 330 ming har xil variant yasash mumkin. Albatta bu navesga ketadigan mahsulotni sifatli, sifatsiz, yuqa qalinligiga qarab aziz yurtdoshlar 300 ming so'mdan 700 ming so'mgacha hozirgi kunda mana shu hovliga o'rnatilayotgan naveslarning narxi chiqyapti. Bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab aytilgan manzilga imkon boricha arzon va sifatli qilib, eng asosiysi kelishilgan dogovordagi narsalarni 100% bajargan holatda yurtdoshlar olib borib ustanovkalarini qilib beraveramiz. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlar guruhlariga podlista qilib qo'yishni unutmaslar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.